Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tibbiy jihozlarni sinovdan o'tkazish va kalibrlash malaka oshirish kursini 5-ma'ruzasini boshlaymiz. Tibbiy asboblarda elektr xavfsizligini tekshirish mavzusi. Tibbiy asboblarning elektr xavfsizligini sog'liqni saqlashda bemorlar va tibbiyot xodimlarining xavfsizligini ta'minlashning asosiy jihatlaridan biridir. Zamonaviy tibbiy asboblar diagnostika, davolash yoki bemorning ahvolini kuzatish bo'lsin, o'z funksiyalarini bajarish uchun elektr energiyasidan faol foydalanadi. Biroq, ushbu texnologiyalarning afzalliklari bilan birga elektr xavf-xatarlari bilan bog'liq jiddiy xavflar ham mavjud. Tibbiyot amaliyotida elektr xavfsizligining ahamiyati. Tibbiy asboblarda elektr xavfsizligi bir necha sabablarga ko'ra juda muhimdir. Birinchidan, tibbiy asboblar ko'pincha bemorning tanasi, shu jumladan teri, qon yoki boshqa tana suyuqliklari bilan bevosita aloqada bo'ladi. Har qanday elektr oqish yoki nosozlik elektr toki urishi, kuyish yoki boshqa jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin. Reanimatsiya yoki jarrohlik sharoitida bunday hodisalar ayniqsa xavfli va hatto o'limga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, elektr jihozlari bilan ishlashda tibbiyot xodimlari ham xavf-xatarlarga duch kelishadi. Nosoz qurilmalar elektr shikastlanishiga olib kelishi yoki tibbiyot xodimlarining hayoti va sog'lig'ini xavf ostiga qo'yadigan xavfli sharoitlar yaratishi mumkin. Nihoyat, tibbiy asboblar tomonidan ishlab chiqarilgan elektromagnit, parazit, boshqa hayotiy qurilmalarning ishlashiga xalaqit berishi mumkin. Bu ham jiddiy xavf tug'diradi. Misol uchun, elektromagnit shovqin tufayli yurak stimulyatorlari, monitor yoki infuzion nasoslarining buzilishi halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tibbiy asbob-uskunalardan foydalanish bilan bog'liq elektr xavflari bemorlar va tibbiyot xodimlari uchun jiddiy xavf tug'diradi. Ushbu xavflar turli shakllarda bo'lishi mumkin. Ularning ta'siri halokatli bo'lishi mumkin. Ayniqsa xavfsiz ustuvor bo'lishi kerak bo'lgan tibbiy muhitda. Elektr toki urishi. Ehtimol eng aniq va xavfli xavf elektr toki urishi ehtimolini o'z ichiga oladi. Defibrilyatorlar, infuzion nasoslar, elektrokardiograflar va boshqalar kabi tibbiy asboblar bemorning tanasi bilan tez-tez aloqa qiladi. Agar jihozlar to'g'ri sozlanmagan bo'lsa yoki izolyatsiyada nosozliklar bo'lsa, bu elektr oqishida olib kelishi mumkin. Elektr toki urishi kichik kuyishdan tortib yurak aritmiyasigacha yoki hatto o'limgacha bo'lgan zararga olib kelishi mumkin. Haddan tashqari issiqlik va yong'in. Tibbiy asbob-uskunalar, ayniqsa uning elektr qismlari to'g'ri sinovdan o'tmagan yoki sovutish tizimlari to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa, haddan tashqari qizib ketishi mumkin. Haddan tashqari issiqlik yong'inga olib kelishi mumkin. Bu kasalxonada jiddiy xavf tug'diradi. Masalan, kislorod uskunasi yoki boshqa tibbiy asbob-uskunalarning yonishi tezda yong'in tarqalishiga olib kelishi mumkin. Bu esa bemorlar va xodimlarning hayotini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Elektromagnit shovqin. Tibbiy asboblar elektromagnit maydonlarini yaratish mumkin. Ular yurak stimulyatori, hayotiy belgilar monitorlari yoki infuzion nasoslar kabi boshqa qurilmalarning ishlashiga xalaqit berishi mumkin. Ushbu elektromagnit shovqin ma'lumotlarning buzilishiga, noto'g'ri o'lchovlarga yoki hatto hayotiy muhim qurilmalarning to'liq o'chirilishiga olib kelishi mumkin. Bu bemorlarga ayniqsa tanqidiy vaziyatlarda bevosita tahdid soladi. To'rtinchisi, zazemleniyaning noto'g'ri ishlashi. Tibbiy asbob-uskunalarni yerga ulash elektr zaryadning to'planishi va oqimning oqishini oldini olish asosiy rol o'ynaydi. Zazemleniya tizimidagi nosozlik uskunaning xavfli kuchlanishini kuzatishga olib kelishi mumkin. Bu esa uskunaning metall qismlari kabi aloqa yuzalarida tarqalishi va elektr toki urishiga olib kelishi mumkin. Qochqin, ya'ni adekvat oqimning yetarli darajada himoyalanmaganligi. Ba'zi tibbiy asboblarda oqim oqishini oldini olish uchun o'rnatilgan himoya mexanizmlari mavjud. Biroq agar ular noto'g'ri yoki yetishmayotgan bo'lsa, bunday qochqinlar, ya'ni aniqlanmasdan qolishi va xavf manbai bo'lishi mumkin. Oqimning doimiy yoki vaqtincha oqib chiqishi qurilma tanasida elektr zaryadining asta-sekin to'planishiga olib kelishi mumkin. Bu esa bemor yoki tibbiyot xodimi bilan aloqa qilganda elektr toki urishiga olib kelishi mumkin. Boshqarish tizimlaridagi nosozliklar.
Zamonaviy tibbiy asboblar ko'pincha murakkab boshqaruv tizimlari va dasturiy ta'minot bilan jihozlangan. Ushbu tizimlarning ishlamay qolishi qurilmaning nazoratsiz ishlashiga olib kelishi mumkin. Masalan, kuchlanish yoki quvvatning kutilmagan o'sishi bu ham jiddiy xavf tug'diradi. Bu xavflarning barchasi tibbiy asboblarning elektr xavfsizligini chuqur va muntazam ravishda sinovdan o'tkazish zarurligini ta'kidlaydi. Elektr xavfini va har tomonlama tushunish va oldini olish tibbiy amaliyotda tibbiy asbob-uskunalarning ishonchli va xavfsiz ishlashini ta'minlashning kalitidir. Elektr xavfsizligining asosiy standartlari. Tibbiy asboblarning elektr xavfsizligi bir qator xalqaro standartlar bilan tartibga solinadi. Ular tibbiy asboblarning xavfsizligi, ishlashi va ishonchliligi uchun talablarni belgilaydi. Ushbu standartlar bemorlar va tibbiyot xodimlarini tibbiy asboblardan foydalanishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan elektr xavflaridan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Ushbu sohadagi asosiy va eng muhim standart IEC 60601 standarti hisoblanadi. Standart tavsifi. Tibbiy elektr qurilmalarining xavfsizligi va ishlashi uchun xalqaro standartlar. IEC 60601 Xalqaro elektrotexnika komissiyasi IEC tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro standart bo'lib, tibbiy elektr qurilmalar uchun xavfsizlik va asosiy ishlash talablarini qamrab oladi. Standart tibbiy amaliyotda elektr jihozlaridan foydalanish bilan bog'liq xavflarni minimallashtirishga qaratilgan keng qamrovli ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi. Standartning tuzilishi va mazmuni qisqacha. IEC 60601 ko'p qismlardan iborat bo'lib, ularning har biri tibbiy asboblar xavfsizligi va ishlashining o'ziga xos jihatlari qamrab oladi. Asosiy qism IEC 60601 elektr toki urishidan himoya qilish, haddan tashqari issiqlik va yong'indan himoya qilish kabi umumiy xavfsizlik talablarini, shuningdek, mexanik kuch va elektromagnit moslashuv talablarini o'z ichiga oladi. Elektr xavfsizligi IEC 60601 ning asosiy jihatlaridan biri bemorlar va tibbiyot xodimlarini elektr tokidan himoya qilishni ta'minlashdan iborat. Standart qurilma xavfsizligini tasdiqlash uchun bajarilishi kerak bo'lgan qochqin oqimni himoya qilish darajalarini, izolyatsiyalash talablarini va sinov usullarini belgilaydi. Elektromagnit moslik. Standart shuningdek, qurilmani buzish yoki boshqa qurilmalarga shovqin tug'dirish xavfini kamaytirish uchun tibbiy asboblar uchun elektromagnit moslik talablarini ham qamrab oladi. Bu ayniqsa katta miqdordagi elektr jihozlari, yaqin joyda ishlaydigan sog'liqni saqlash muassasalarida juda ham muhimdir. Sinov va sertifikatlash. Tibbiy asbobni ishga tushirishdan oldin u IEC 60601 talablariga javob berishi uchun sinovdan o'tkazilishi kerak. Bunga dielektrik quvvati, oqimning oqishi, elektromagnit moslashuvi va qurilma xavfsiz ishlatilishi ta'minlash uchun boshqa jihatlar bo'yicha testlar kiradi. Sinovlarning muvaffaqiyatli yakunlanishi qurilmaga ko'pgina mamlakatlarda sotish va foydalanish uchun majburiy bo'lgan tegishli sertifikatni olish imkonini beradi. 6-si esa muvofiqlik va yangilanishlar. IEC 60601 yangi texnologik yutuqlar va tibbiy amaliyotdagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda doimiy ravishda yangilanadi. Bu jadal rivojlanayotgan tibbiy texnologiyalar sharoitida standartlar dolzarb bo'lib qolishi va yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi. IEC 60601 asosiy standart bo'lib, tibbiy elektr asboblarini ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va sertifikatlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Unga rioya qilish tibbiyot muassasalarida qo'llaniladigan asboblar yuqori xavfsizlik va ishonchlilik talablariga javob berishni ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida bemorlar va tibbiyot xodimlarining hayoti va sog'lig'ini himoya qiladi. Elektr xavflarining turlari. Tibbiy asbob uskunalarda elektr xavfi turli sabablarga ko'ra paydo bo'lishi va turli shakllarga ega bo'lishi mumkin. Bu xavflar bemorlarga ham tibbiyot xodimlariga ham jiddiy xavf tug'diradi. Ayniqsa ko'plab tibbiy asboblar bemorning tanasi bilan bevosita aloqada bo'lganligi sababli. Quyida tibbiy asboblardan foydalanishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan elektr xavflarining asosiy turlari keltirilgan. Birinchisi elektr xavfi turi. Uning tavsifi va xavf-xatarlar. Birinchisi elektr toki urishi. Inson tanasi orqali o'tadigan elektr toki bilan aloqaga qilganda paydo bo'ladi. Undagi xavf-xatarlar kuyishlar, aritmiya, konvulsiyalar, yurak tutilishi mumkin bo'lgan o'lim. Keyingisi esa elektr yoyi. Elektr toki o'tkazgichlar orasida havo orqali o'tganda paydo bo'ladi. Yong'in, portlash, jiddiy kuyishlar. Uchinchisi esa elektr oqimi.
Oqim noto'g'ri yo'ldan, masalan, tuproq yoki qurilma korpusi orqali o'tmoqda. Bundagi xavf-xatarlar esa bemorning tokining beixtiyor ta'siri zaiflashgan bemorlar uchun ayniqsa xavflidir. To'rtinchi xavf turi esa elektromagnit shovqin. Bir qurilma elektromagnit nurlanish tufayli boshqa qurilmaning ishlashiga ta'sir qilganda paydo bo'ladi. Bundagi xavf-xatar esa noto'g'ri ko'rsatkichlar, muhim tibbiy asboblarning noto'g'ri ishlashi. Beshinchisi elektr simning ortiqcha yuklanishi. Elektr toki zanjiri uchun ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketganda paydo bo'ladi. Bundagi xavf-xatar esa simlarning haddan tashqari qizishi, yong'in uskunasining shikastlanishi, hayotiy tizimlarning yopilishi. Va oxirgisi esa izolyatsiyaning yetarli emasligi. Izolyatsiya qiluvchi simlar yoki komponentlar yetarli darajada himoya qilinmaganda. Bundagi xavf-xatar esa oqim oqishi, qisqa tutashuv, elektr toki urishi yoki yong'in xavfi kiradi. Elektr xavfsizligini tekshirish metodlari. Dielektr kuch sinovi sifatida ham tanilgan elektr quvvati sinovi tibbiy asboblar xavfsizligini tekshirishda muhim qadamdir. Ushbu testlar tibbiy asbobning izolyatsiyasining buzilishisiz yuqori kuchlanishlarga bardosh berish qobiliyatini aniqlaydi. Bunday sinovning maqsadi izolyatsiya materiallari va qurilma dizayni foydalanuvchilarni va bemorlarni elektr toki urishidan himoya qilishni ta'minlashdir. Dielektr kuch sinovlarining asosiy jihatlari. Dielektr quvvatni tekshirish paytida tibbiy asbob qurilmaning kuchlanishidan olishib ketadigan yuqori kuchlanishga duchor bo'ladi. Bu izolyatsiyani buzmasdan ekstremal sharoitlarga bardosh berish qobiliyatini tekshirish uchun amalga oshiriladi. Sinov jarayoni. Tibbiy asbobga nominal ish kuchlanishidan sezilarli darajada oshib ketadigan kuchlanish qo'llaniladi. Tekshirilayotgan kuchlanish sinov davomida barqaror bo'lib qolishi mumkin. Sinovning davomiyligi har xil bo'lishi mumkin, lekin odatda bir necha soniyadan 1 daqiqagacha. Agar qurilmaning izolyatsiyasi kuchlanishga bardosh bera olmasa, buzilish sodir bo'ladi. Bu qurilma xavfsiz foydalanish uchun yaroqsizlikni ko'rsatadi. Sinov maqsadlari. Izolyatsiya qiluvchi materiallar yuqori kuchlanish ta'sirida oqim oqishini yoki buzilishini oldini olishni tekshirish. Qurilmaning IEC 60601 kabi xavfsizlik standartlariga muvofiqligini tasdiqlash. Sinov uskunalari. Yuqori kuchlanishlarni hosil qilish va chidamlilik darajasini o'lchash qobiliyatiga ega bo'lgan dielektrik kuch sinovlari deb ataladigan maxsus qurilmalar qo'llaniladi. Sinovdan o'tish mezonlari. Izolyatsiya buzilishi yo'q. Qurilmaning tarkibiy qismlarida oqim yoqish yoki shikastlanish belgilari yo'q. Sinov tugagandan so'ng qurilma normal ishlashda davom etadi. Sinovning ahamiyati. Dielektrik kuch sinovi tibbiy asboblarni sertifikatlash va bozorga chiqarish jarayonida muhim qadamdir. Ular elektr baxtsiz hodisalarning oldini olishga, bemorlar va tibbiyot xodimlarining xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi. Tibbiy asboblarda qo'llanilishi. Ushbu usul tibbiy asbob uskunalarining keng assortimentini, jumladan hayotiy belgilar, monitorlari, ventilyatorlar, jarrohlik asboblari va elektr komponentlari bo'lgan boshqa qurilmalarni sinash uchun ishlatiladi. Dielektrik kuch sinovi tibbiy asboblar xavfsizligini tekshirishning muhim usuli bo'lib, ularning haddan tashqari elektr yuklariga bardosh berish qobiliyatini va ta'minlashga yordam beradi. Bunday sinovlarning muvaffaqiyatli yakunlanishi izolyatsiyaning ishonchliligini tasdiqlaydi va tibbiy amaliyot sharoitida tibbiy asbob uskunalardan foydalanish bilan bog'liq xavflarni kamaytiradi. Sinovlarni o'tkazish uchun uskunalar. Tibbiy asboblar xavfsizligini ta'minlash va xalqaro standartlarga javob berish uchun maxsus elektr xavfsizligini sinovdan o'tkazish uskunalaridan foydalanish kerak. Ushbu maqsadlar uchun ishlatiladigan asosiy asboblar va jihozlar. Birinchisi megometrlar. Elektr zanjirlari va tibbiy asboblar komponentlarining izolyatsiyalash qarshiligini o'lchash uchun ishlatiladi. Ular sinov vositadagi kontaktlarning zanglashiga yuqori kuchlanishni odatda 500 voltdan 1000 voltgacha qo'llaydilar va izolyatsiya qarshiligini megaohmda o'lchaydilar. Izolyatsiya sifatini sinab ko'rish uchun foydalaniladi. Bu oqim oqishiga yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin bo'lgan nuqsonlarni aniqlashga yordam beradi. Yuqori izolyatsiyaga chidamlilik yaxshi izolyatsiya holatini ko'rsatadi. Bu qurilmaning elektr xavfsizligining muhim ko'rsatkichidir. Ikkinchisi zazemleniya testerlari elektr tizimlari va tibbiy asboblardagi zazemleniya o'tkazgichlarning qarshiligini o'lchash uchun mo'ljallangan. Ular yerning sifatini tekshiradilar. Bu elektr toki urishining oldini olish uchun juda ham muhimdir.
Zarur bo'lganda elektr tokini yerga xavfsiz tushirishni ta'minlash uchun tibbiy asboblarda zazemleniya samaradorligini tekshirish uchun foydalaniladi. Ishonchli zazemleniya bemorlar va xodimlarni xavfli elektr zaryadlaridan himoya qilishga yordam beradi, ayniqsa asbob-uskunalar ishdan chiqqan taqdirda. Elektr oqimi hisoblagichlari. Noqonuniy oqim o'lchagichlari qurilmaning izolyatsiyalangan qismlaridan yerga yoki qurilma tanasi orqali oqish miqdorini o'lchash uchun ishlatiladi. Ushbu qurilmalar bemorlar va xodimlar uchun xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan oqim oqishini o'lchaydi. Tibbiy asboblarni izolyatsiyalash nuqsonlarni yoki noto'g'ri komponentlar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kiruvchi oqim oqishini tekshirish uchun ishlatiladi. Oqim oqishini minimallashtirish, ayniqsa bemorlar bilan bevosita aloqada bo'lgan qurilmalar uchun elektr xavfsizligining asosiy jihati hisoblanadi. To'rtinchisi, elektr quvvatini o'lchash asboblari. Dielektr quvvatni o'lchash asboblari tibbiy asboblar izolyatsiyasining yuqori kuchlanishlariga buzilmasdan bardosh berish qobiliyatini tekshirish uchun mo'ljallangan. Ushbu qurilmalar qurilmaning izolyatsiyasini tekshirish uchun qo'llaniladigan yuqori kuchlanishlarni hosil qiladi. Tibbiy asbobning izolyatsion materiallari va tuzilmalari ekstremal sharoitlarga bardosh bera olishini ta'minlash uchun dielektrik kuch sinovlarini o'tkazish uchun foydalaniladi. Bemorlar va tibbiyot xodimlari uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan elektr zaryadlanishi va buzilishlarini oldini olishga yordam beradi. Beshinchisi esa zazemleniya sinov apparatlari. Bu elektr toki urishidan yetarli darajada himoya qilishni ta'minlovchi, zazemleniya yo'lining impedansini o'lchaydigan maxsus qurilmalar hisoblanadi. Zazemleniyani sinovdan o'tkazish uskunani ko'pincha yerga qarshilik va uzluksizligini tekshirish funksiyalarini birlashtiradi. Tibbiy asbob-uskunalarni zazemleniya tizimining sifatini nazorat qilish uchun foydalaniladi. Nosozliklar yuzaga kelganda tegishli himoyani ta'minlaydi. Bemorlar va xodimlar uchun xavflarni kamaytiradigan zazemleniya tizimining ishonchli ishlashini ta'minlash. To'g'ri elektr xavfsizligi sinov uskunasidan foydalanish tibbiy asboblar xavfsizligini ta'minlash uchun juda ham muhimdir. Megometrlar, zazemleniya tekshirgichlari, oqim o'lchagichlari va dielektr quvvatni o'lchash asboblari izolyatsiyalash sharoitlarini yerga ulash samaradorligini va uskunalar xavfsizligini baholashda muhim rol o'ynaydi. Elektr avariyalarining oldini olishga yordam beradi va tibbiy asboblar xalqaro standartlarga javob beradi. Sinov jarayoni va tibbiy asboblarni sinovga tayyorlash. Tibbiy asboblarni elektr xavfsizligini sinovlariga tayyorlash sinov natijalarining to'g'riligi va aniqligini ta'minlash uchun muhim qadamdir. To'g'ri tayyorgarlik asbobning barcha talab qilinadigan xavfsizlik standartlariga javob berish uchun sinovdan o'tkazilishini, sinovlarning xatosiz o'tkazilishini ta'minlaydi. Tibbiy asboblarni sinovga tayyorlashning asosiy bosqichlari. Qurilma holatini tekshirish. Sinovdan oldin tibbiy asbobni vizual tekshirishni o'tkazish kerak. Bunga korpuslar, kabellar, ulagichlar va tugmalar kabi tashqi komponentlarning holatini tekshirish kiradi. Yoriqlar, singan kabellar yoki korroziya kabi ko'rinadigan shikastlanish yoki narsalarni barcha komponentlar joyida va to'g'ri hosil qilishga ishonch hosil qilish va shunga o'xshagan nimalar. Keyingisi sinov natijalariga yoki asbob xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan aniq muammolarni aniqlash uchun keng qo'llaniladi. Keyingi ikkinchisi qurilmani tarmoqdan uzish. Sinovdan oldin tibbiy asbob ulangan bo'lishi mumkin bo'lgan barcha quvvat manbalari va jihozlangan uzilganligiga ishonch hosil qilish. Ya'ni qurilmani elektr rozetkasidan va boshqa ulangan qurilmalardan uzish, barcha kabellar va aksessuarlar uzilganligiga ishonch hosil qilish. Sinov paytida qurilmaning tasodifiy faollashishini oldini olish va sinovni paytida xavfsizlikni ta'minlash uchun bu narsa juda ham muhimdir. Keyingisi uskunani sinovga tayyorlash va ulash. Barcha kerakli sinov uskunalarini, shu jumladan dielektr quvvatni o'lchagichlarini, megometrlar, elektr oqimini o'lchagichlarini va boshqa asboblarni tayyorlash. Bu degani sinov uskunasining kalibrlanishi va funksionalligini tekshirish. Ya'ni sinov ko'rsatmalariga muvofiq asbobni sinovchilarga va boshqa kerakli qurilmalarga ulash kerak bo'ladi. Sinov uskunasining to'g'ri ishlashini ta'minlash va testlarni aniq o'tkazilishiga tayyorgarlik ko'rish. To'rtinchisi zazemleniya va elektr ulanishlarini tekshirish kerak bo'ladi. Tibbiy asbobning barcha elektr ulanishlari to'g'ri va xavfsizlik talablariga muvofiq o'rnatilganligiga ishonch hosil qilish. Zazemleniya simining to'g'ri ulanganligi va to'g'ri o'tkazuvchanlikka ega ekanligini tekshirish. Barcha elektr ulanishlari xavfsiz va standartlarga mos ekanligini ishonch hosil qilish.
sinov xatolarining oldini olish va xavfsizligini ta'minlash uchun ishonchli to'praklama va ulanishlarni ta'minlash kerak. 5-si esa sinov o'tkazishda tayyorgarlik. Asbobni maxsus sinov, dielektrik kuch, qochqin, oqim yoki boshqa sinov uchun tayyorlash. Qurilmaning sinov uchun zarur bo'lgan holatda ekanligiga ishonch hosil qilish. Dielektrik kuch sinovlari uchun kuchlanish darajasi kabi sinov parametrlarini tayyorlash. Sinovning to'g'ri o'tkazilishiga va standartlar va talablarga javob berishiga ishonch hosil qilish. 6-si hujjatlar holati va tayyorgarlik. Sinovdan oldin asbobning holatini va tayyorgarlik jarayonini hujjatlashtirish. Asbobning joriy holatini, shu jumladan topilgan har qanday shikastlanish yoki anormalliklarni yozib qolish. Asbobni sinovga tayyorlash uchun qanday qadamlar qo'yilganligini ko'rsatish. Natijalarni tahlil qilish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash uchun to'liq o'quv yozuvlarini yaratish. 7-si esa dastlabki tekshiruvlarni o'tkazish. Katta sinovlarni boshqarishdan oldin uskunaning tayyorgarligini tekshirish uchun dastlabki tekshiruvlardan o'tkazish zarur hisoblanadi. Bu degani sinov uskunasining ishlashini tekshirish uchun qisqa sinovlarni o'tkazish, barcha parametrlar to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qilish va sinov boshlanishi mumkin. Asosiy testlarga tayyorgarlikni tasdiqlash va sinov jarayonida xatolarning oldini olish. Sinov uchun asboblarni tayyorlash jarayoni, shu jumladan holatni tekshirish, elektr tarmog'idan uzish, sinov uskunasini tayyorlash va tekshiruvi aniq va ishonchli sinov uchun asosdir. Ehtiyotkorlik bilan tayyorgarlik ko'rish va barcha standartlar va protseduralarga rioya qilish natijalarning to'g'riligini va tibbiy asboblarning xalqaro elektr xavfsizligi talablariga muvofiqligini ta'minlaydi. Tibbiy asboblarning elektr xavfsizligini ta'minlash kompleks yondashuvni, jumladan muntazam sinovdan o'tkazishni, standartlarga muvofiqlikni va asbob uskunalarni to'g'ri boshqarishni talab qiladi. Xavfsizlik qoidalariga rioya qilish orqali siz xavflarni sezilarli darajada kamaytirishingiz va tibbiy asboblarning ishonchli ishlashini ta'minlashingiz va shu bilan bir bemorlarning xavfsizligi va sog'lig'ini ta'minlashingiz mumkin. Shu bilan ushbu darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.